Sharof Rashidov, Sovet davrida O'zbekistonning eng uzoq hukmronlik qilgan rahbari, siyosiy sahnadagi og'ir toshlardan biri edi. 1917-yil 6-noyabrda Jizzaxning Jom qishlog'ida tug'ilgan. U adabiyotchi sifatida yo'lga chiqqan, ammo keyinchalik siyosat uni yozuv stolidan markaziy komitet kreslosiga olib bordi. 1959-yilda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasi birinchi kotibi bo'ldi. Bu lavozimda u 24 yil davomida mamlakatni boshqardi. Bu Sovet respublikalari ichida eng uzoq davom etgan hukmronlikdan biri bo'lib, Moskvadagi ko'plab siyosiy bo'ronlarga qaramay u o'z kursini saqlab qoldi. Rashidov davrida O'zbekiston nafaqat paxta yetishtirishda, balki Moskvaga siyosiy ta'sir o'tkazishda ham rekordchiga aylandi. 1970-1980-yillarda 100 minglab tonna paxta havodan yozilgan. Bu paxta ishi deb nom olgan ulkan korrupsiya sxemasining markazida Rashidov turgani aytiladi. Ammo Moskvadagi siyosiy himoyachilar tufayli bu sxema yillar davomida yashirin qolgan. Uning davrida respublika ichida hamma narsa komitetning ko'zidan o'tardi. Matbuot, diplomatiya, hatto kolxozdagi hosil hisobotlari ham. Rashidov siyosiy manipulyatsiyada mohir edi. Bir qo'li bilan Moskvaga sodiqligini ko'rsatsa, ikkinchi qo'li bilan respublika ichida mustaqil ta'sir doirasini kengaytirardi. Sharof Rashidov omma orasida milliy faxr sifatida yodga olinadi. Biroq siyosiy kulislar uni markaz bilan o'ynagan eng yirik diplomatik lola sifatida eslaydi. Uning ismi tarix kitoblarida ko'tarinki ruh bilan yozilgan, ammo arxivlarda boshqa bir qattiqroq voqelik yashirinib yotibdi.